Assalomu alaykum Vodiy mebel kuzatuvchilari. Ko'hmiylarimiz hozir o'tgan joyga kelganmiz. Usta akamiz hozir bularimizni narxini, razmerlarini tushuntirib o'tadi. Albatta Vodiy bo'ylab dastavkasini ham ichida qilib ketasiz aka bularimizni. Xudo xolasa qilib beramiz. Aka bularimizni narxi qanaqa holatda hammasini tushuntirib qo'ying endi obunachilarga aka. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, oshxona mebel kuzatuvchilari. Mana biz tayyorlab qo'ygan bozordagi tayyor gatov ishimiz 3 metrlik eniga balandligi 2.35. Xo'p, mana komplektda mana gaz vichkasi, komplekt, mo'ykasi, hamda sushulkasi ichida qo'shiladi. Dastlabki xizmatlari bilan 7,5 million so'mga yetkazib beramiz. Xudo xolasa ko'rib olasizlar. Mana bu tomonga xohlaganlarga gaz balonga qo'ysa ham bo'ladi, xohlaganga polka ham qo'yib beramiz, gaz balon qo'ymasa. Bu tepa tomonda mana polkalari bor. Endi bunlari ham bor mana. Bu tomonda mana 270 ga 240 lik ishlarimiz bor. Mana balandligi 240, eniga 270, 3,5 metr joyga xolodilnigi ham tushadi. Gaz vichkalar tushaveradi. Bunimizning narxi 5,5 million so'm shu turishi. Rakvina, sushulka qo'yib bering deganga 300-400 ming so'm pul qo'shilib qoladi. Arzonroq so'raganlarga mana 240 ga 220 si bor. Bunga ham gaz qo'yib foydalansa bo'laveradi. Buni narxi 2,5 million so'm shu turishi. Mo'yka grantlari qo'yilish kerak desa, mo'yka grantlariga alohida pul summa bo'ladi. 200 ming so'mdan 500 ming so'mgacha mo'ykalarimiz bor. Arzonrog'ini so'raganlarga.